Bir ayol qozini oldiga keldi. Qozini oldiga kelganda aytdiki, meni erimni aybi bor, meni erim bilan ajrashtiring. Qozi aytdi, nima aybi bor eringni? Erimdan so'rang, men lekin hozir erimning aybini ayta olmayman. Chunki men uni nikohida bo'lib turib, bir yostiqqa bosh qo'yib turib, talog'imni olmay turib, erimni men sizga ayblarini ayta olmayman. Bu oilani sirini fosh qilish, bu harom. Bu mumkin emas dedi. Erini qozi chaqirdi. Seni aybing bor ekan, ayoling shikoyat bilan keldi. Ha, aybim bor dedi men. Aybingni aytasanmi dedi erkakda. Yo'q, men aytmayman dedi. Ayolim aytsin, men ayta olmayman dedi u aybni. Bo'ldi dedi. Oradan vaqt o'tdi. Ayolni talog'ini olib berdi. Oralari buzildi. Taloq hosil bo'ldi. Shunda qozi ayolni chaqirib, birodar, bu yigitni taniymiz, eringni taniymiz, sobiq eringni taniymiz. Bundan keyin bir aybi bo'lsa, undan keyin bir muomala qilish bor. Yana buni boshqa uylanishi bor. Jamiyat bilan oldi berdisi bor buni. Yana qaysi ayblari bo'lsa bizga ayt. Biz bundan keyin shu yigitga, ya'ni sobiq eringga o'shanga qarab muomala qilaylik. Desa, ayol aytdi, men ayta olmayman dedi. Nega ayta olmaysan? Aytaman deding-ku.